Telegramga ulangan nomer kiritasizda karta raqamingizga to'lov qilib berib, nomeringizdagi tafsilotdan geçilarini yechib oladi, okey? Okey, agar to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, agar mana pastda karta raqamini yozib qoldirdik, shu kartaga 55 ming so'm to'lov qilib chekin tashlasangiz agar, sizga bot silkasini tashlab beramiz, kirib bemalol sotsangiz bo'ladi, okey? Assalomu alaykum, hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Tafsilot olyapmiz o'rtoqlar. Odam juda ko'payib ketdi. Ulgurganlar ulgurdi, davay mana shu silkani bosib Telegramga yozib sotsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu narsa bo'lmagan gap ekan. 55 ming pul olib 6 soat poylab o'tirasiz, Telegramdan yozib turadi. Soat 1 bo'lguncha. Birdan keyin bo'ldi, avtomatik o'chadi. 55 ming pul olgandan keyin. Anaqasini tashlab beradi. Bot tashlab beradi. Soqqa degan bot tashlab beradi. Bot u Telegramdan sizni Telegramni cho'rniga tiqmaguncha bot hech narsa yozuv chiqmasdan turadi. Bot bo'lib turib. Telegram cho'rniga tiqqandan keyin sizni o'sha soqqa yozuvi chiqadi, qoladi. Ishonmanglar bu gapga. Men tapsab sotaman turib 55 ming o'tkazib 6 soat uyqudan qoldim. Kechqurun soat 10 da o'tkazgan bo'lsam, soat 4 gacha o'tiribman kutib. Aka o'chirtisiz kelsin deb.